Assalomu alaykum aka-uka, Eshikram obunachilari. Mana biz navbatdagi montajimizni bitirib oldik. Ikkita eshik, ikkita deraza. Padak oynalar bilan oynalar 2 qavat bo'ldi derazalarimizniki. Bir qavati yo'tvi, bir qavati oq oddiy oynadan ishlatilgan. Materiallarimiz polniy akfa alyuminiy aldox 1 dan. Ichkarilari padak oynalari bilan bo'lgan. Eshiklarimiz yo'dvi gulli, bir qavat oynayli. Ruchkalarimiz mana akfa logotiplari, ham bagati yirik ruchkamizni ishlatganmiz. Ikkala deraza bilan ikkala eshigimiz razmerlari bir xil. Eshiklarimiz 90 ga 250. Derazalarimiz 150 ga 185. Mana yonlari, penalari qanaqa to'ldirilganligi yaxshilab ko'rib olsangiz ham bo'laveradi. Yangi zakazlar bo'lsa qabul qilamiz. Yaqin muddat ichida bitirib beramiz. Nomerlarimizni pastda ham qoldiramiz. 77lik 727 0094. Instagram, YouTube, ijtimoiy tarmoqlarda bormiz. Videolarimizni doim o'rnatib boramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, общий summasi o'rnatib berish, olib kelib berish 7,5 million so'mga to'xtadi. Shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol zakaz qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.